oyog'imni massaj qilaverdim. 20 kundan qilaman. O'shani ta'siri bo'ldimi yoki sizni dorilaringiz Ha, ta'siri bo'ldimi? neramedian o'sha tortishlarni yaxshilaydi, nerfiz o'tkazuvchanligini. Mayli. Yo'q, bunaqa narsada agar sizda nerfizni nimadir ezib turgan bo'lsa, mexanichески, ya'ni mana bunaqa ezib turgan bo'lsa, siz harakat qilganingizda bu ko'payadi. Chunki MRT'ni sizni yoshingizga nisbatan ancha yaxshi belgisi. Poyashnaga yo'q. Ikkita bor, biri kattaroq. Buni ham sizga o'xshagan anavi Savo Darmonni nevropatologiya aytgan o'sha yerda. Nevropatologlarning amaki 95% MRTni Massajni ham anaqasi, massaj ishimi bu? Massaj ham bo'lishi mumkin. Massaj endi mushaklaringiz uchun yaxshi-da u. Mana shu ikkita tabletkani bittadan bir mahal bir oy iching, bir oydan keyin yana bir kelasiz. Allohga yalinib duo qilarkanlar. O'ta qarilikdan o'zing asragin deb.